Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qiztepaliklar? Navoiyliklar. Qarachi xotinim bugun shart qo'ydi. Bugun men ishimni tugatolmadim. Ertaga kuni tugataman. Xotinga va'da berdim. Bugun ishimni tugatib klub boraman dedim. Endi bugun spit qilmadim. Shogird sizga ham taalluqli bu. Shunda xotinim aytayapti. Erjon deyapti. Bugun pul olib kelmasangiz u не то что meni ko'rish deyapti. Uyga ham kirmaysiz dedi. Endi shogirdni nima aybi? Endi shogirddan maslahat olmoqchiman. Qanday bugun uyga kirsam bo'ladi? Ha, shogird. Nima deysiz? Sizlar qanaqa fikrdasizlar, akalar? Shunaqa xotinlarni uyga qo'ymasa nima qilasizlar sizlar? Qanaqa yo'llari bor? Yo'llarni aytinglar, biz ham bilaylik. Endi bugun uspit qila olmadik, ish tugata olmadik. Endi shunga bir maslahatlaringiz kerak. Qiztepa Navoiy qani bitta mang'latinglar qani, bunday kommentariyaga yozinglar qani, bir qarab o'taylik qani. Nima gap, nima so'z, qanday bir yashirincha kirish kerakmi? Derazalardanmi, eshiklardanmi? Ha, shogird, nima dedingiz? Ha, endi shogird yoshda, endi hali uncha opti yo'q. Hali endi uylangan, toza uylangan. Sog' bo'lasizlar, bitta like bosinglar qani. Xotinni hurmat qiladiganlar uchun bitta like bosinglar.